mi dua pulmi? Davamiy ko'paytirib qo'ysin, Parvardigor. Bu o'tgan to'ylarimiz chiroyli o'tsin. Har bir yozilgan dasturxonlarni Alloh dargohida qabul qilsin. Chaqirilgan mehmonlarning tanasiga shifo, ibodatiga quvvat qilsin. Yeb ichib to'kilgan, sochilgandan hosil bo'lgan savoblarni umidvor bo'lgan ota jamoa, ona jamoalarning ruhoniyatiga Alloh o'zi yetkazib bahramand qilsin. Bu dasturxon sababchi bo'lgan yoshlarimizning muhabbati, sevgisi, nikohi abadiy bo'lsin, ser davlat bo'lsin, ser farzand bo'lsin. Farzand zurriyotidan doimo elga, yurtga manfaat beradigan diniy, diyonatli, iboli, hayoli, ota-onasini ko'zini nuri, qalbini g'ururi qatta bo'lsa, seni tarbiyat qilgan otangga, onangga, ustozingga rahmat duolarni eshituvchi bandalardan qilib o'qib, unib ziyoli bo'lib, bir kursini egasi bo'lib, bir chiroyli lavozimli joylarda ishlab, xalqqa foyda tegadigan, mahalliy kuyga foyda tegadigan insonlardan bo'lsin. O'qisin, unsin, qori bo'lsin, qori bo'lsin, qiyomatda avlodini jannatga daxil qiladigan insonlardan bo'lsin. Parvardigoro payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sunnatlarini tiriltiradigan oqibatli oiladan, namunali oiladan bo'lsin. Alloh nasib shundan ekan ham umrlariga, rizqlariga baraka bo'lsin, to'ylari beqiyos o'tsin, farzandlari doimo ko'zlarini quvontirib, oldlarida yurib, nabiralari charchabiy sanoqqa yetolmay sifatini ko'rib yursin. Umrga cho'ng qismi dedim, rahmat. Sizlar ko'p gapirasizlar, quloq qolishadi, mayli deydilar. Qadrdonlarim, marhamatga assalomu alaykum, shu ko'plar kelinglar.
Keliler, selamun aleyküm, kevresiler. Hadi 40 kevresiler, merhamet. Merhamet, keliler, kurutma beylersilerdi, merhamet. Keliler, merhamet, kırvalıyla, merhamet, selamun aleyküm. Merhamet, selamun aleyküm, keliler. Selamun aleyküm. Umuyla uzun ablasın, tarihde sahabısın. Hoş geldin. Gelin, merhamet. Selamun aleyküm.
Tirikli sahnede Günürlük şapkin Nimadir yo'qotding Nimadir topding Kimdir siyparar Kimdir qopding o'rgilay Qopding o'rgilay Qoqinib yiqilsang birovlar ko'rmay Tuproq senga zavarli tog' Gohida bemorsan, gohida sog'san Hayot daraxtida bitta yaproqsan o'rgilay Hayfasin o'zilsang birovlar ko'rmay Hayot daraxtida bitta yaproqsan o'rgilay Hayfasin to'kilsang birovlar ko'rmay birovlar ko'rmay Keldi marhamat. Eyda Aşkın sağlığın Ağrı aziz
bo'lyapti. To'l qashqur tepaga macholar chiqib to'l qoldi. Nasıl bir duygular oldu? Aşure geçlerim. Ançı kadar geç kurmu. Ustas kurmu. Gelirsin. Peki. Oldu. Aşurede kurmu arkadaşlar. Sen hammasi da ketgan. O'rtadan bitti. Oradan bir yol tutsa torni ko'tarib. So'raganmi? Yo, torni ko'tarib. Ko'tarib o'zaro. Ular nimani bilganmi jiyani? Hozir mahalla gapirsa. Suzu ahkamın büyük Hem cezao yesao ikramın büyük Cennetin dinu İslam Bu büyüklükler Celal'inden seni Bu büyüklükler Celal'inden seni بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muhtaram azizlar, hurmatli mehmonlar, qadamiylarga hasanat, ko'rsatgan oqibatinglar, tashrifinglarga Alloh ajrlar bersin. Azizlar, bugun bu manzilda yig'ilishimizni boisi Mashrab boy akamizni xonadonlarini mehmonimiz farzandlarini nikoh to'yi munosabati bilan xonadon uchun, o'zlari uchun yaqin bo'lganlarni chorlab, xursandchiliklariga sherik qilmoqdalar. Albatta barchamiz tabrik etish, yoshlarning haqqiga duo qilish uchun keldik. Tashrifinglarga Alloh ajrlar bersin. Farzandlar voyaga yetgach, ota-onaning burchi, vazifasi farzandi uchun munosib umr yo'ldoshini tanlash, uylantirish, uzatish, farzandini oilali qilish bu ota-onaning burchi. Bugun ikki xonadon har jihatdan bir-biriga munosib bo'lib, farzandlar bir-biriga munosib bo'lib, bordi keldilar, sovchiliklar, sarpolar o'rniga tushib, oxirgi bosqich to'y tantanasini ishtirokchisi bo'lib turibmiz. Alloh taolo har ikki xonadonga bugungi bu to'yni muborak aylasin. Azizlar, Payg'ambarimiz alayhissalom aytadilar: "Zikrun ni'am shukrun." Ne'matlarni zikr qilib, eslab, tafakkur qilish bu shukrona. Albatta biz Allohning bergan ne'matlarni yodlab turishimiz kerak. O'ylashligimiz kerak. Tafakkur qilishligimiz kerak. Bashariyatning ikkinchi otasi Nuh alayhissalom. Birinchi ota Odam alayhissalom. Nima uchun ikkinchi ota deyiladi? Butun yer kurrasini suv bosadi. Nuh payg'ambarga iymon keltirgan 80 ta odam kemaga chiqadi. Nuhning bir o'g'li ham, ikki o'g'li chiqadi, lekin bir o'g'li onasi bilan iymon keltirmaydi. O'sha 80 ta chiqqan odam va Nuhning ikki farzandi
omon qoladi. Lekin u 80 ta odamdan zurriyot qolmagan ekan. Ularning hammasi yosh katta odamlar bo'lishgan. To'fondan keyin tarqagan insoniyat Nuhning farzandlaridan tarqagan insoniyat. Shuning uchun Nuh ikkinchi ota deyiladi. Nuh payg'ambar, ayoli umr yo'ldoshi iymon keltirmayapti, ishonmayapti. Erining payg'ambarligini tasdiq etmadi va kufr holatida vafot etdi. Eri payg'ambar bo'lib turib. İbrahim aleyhisselam Halilulloh, Allohning do'sti. Otalari butparast bo'lgan. Butparast bo'lganda ham but yasaydigan usta bo'lgan otalari. Ko'p aytdilar, otajon, Allohning risolati, Allohning borligi, birligi yo'q dedi. O'sha kufr holatida, butparastlik holatida vafot etdi. O bechora nima qilsin? O'g'il payg'ambar bo'lsa ham Alloh bermasa iymonni, hidoyatni. Muhammad alayhissalom 6 yoshlarida onasiz, otasiz yetim bo'lib qoldilar. 6 yoshdan boshlab otalik, onalik qilgan Abu Talib va uning ayoli bo'ladi. Farzand sifatida qabul qildi, mehr berdi, non berdi, tarbiya qildi. Shu ikki inson Rasulullohni uylantirishgan, katta qilishgan. Bir kuni Abu Talib ayoli Fatima xonimga aytdi: "Ey Fatima," dedi, "senga bir gap aytsam. O'zimni farzandlarimni ko'rmasam esimga kelmaydi. Muhammadni bir soat ko'rmasam tanim titraydigan bo'lib qoldi." dedi. Alloh shunaqa mehrni beribdi. Ayoli Fatima xonim aytdiki, "Menda ham bir gap bor" dedi. Gohida o'ylab qolaman. Muhammadni tuqqan o'z onasi Omina ham menchalik Muhammadni yaxshi ko'rganmikan dedi. Bu ayolga ham Alloh shunaqa mehr berdi. Shular Rasulullohni katta qildi. Rasulullohning payg'ambarliklarini 4 yiliga guvoh bo'lgan Abu Talib. Lekin iymonga kelmadi. Yolvordilar, "Amakijon, bir marta la ilaha illalloh deng, bitta eting bo'ldi." Aytmadi. Mushrik holida vafot etdi. Anglagan bo'lsangiz, uzoqlardan keltirib gapirayotganimiz misol keltirib, siz va bizga nimani berganligini angladingmi? Qanchalar katta ne'mat Alloh bizga lutf qilganligini anglayapmizmi? Iymon bu eng katta ne'mat. Dunyoda bandasiga berilgan eng ulug' ne'mat bu iymon. Yo'q domla, bugun eng katta ne'mat pul, tillo, tangalar, boylik deyishingiz mumkin. Lekin meni so'zim, azizlar, musulmondan boshqalar bor. Dunyoning 8 ta rivojlangan mamlakati, eng boy mamlakatlari musulmonlar emas. Eng boy xalqlar musulmonlar emas. Boshqalar bor. Yo'q, dunyoning eng katta lutfi, inoyati, Allohning marhamati, ne'mati o'g'il, qiz, farzand, nabiralar deyishingiz mumkin. Boshqalarda ham bor-ku o'g'il, qizlar, farzandlar. Tani sog'lik, salomatlik eng katta ne'mat deyishingiz mumkin. Boshqalarda ham bor tani sog'lik. Lekin iymon kimda bor? Iymon Allohni suygan bandalarda bor. Iymondan boshqa hamma ne'mat boshqalarda ham bor. To'g'rimi? Nimani gapirasiz? Hamma narsa bor. Tinchlik, xotirjamlik. Tinchlikda hammasi ularda. Musulmonlar yurtini tinch qilmoqchi. Eng katta ne'mat bu iymon. Ibn Ubayd aytadilar, men o'tirib tafakkur qilib Allohni yaratgan mahluqotlariga qaraymanda darhol tilimga shukrona keladi. Chumoliga qarayman. Alloh meni chumoli qilib yaratib qo'yganda nima bo'lardi? Bir gumroh odamning oyog'ini tagida yanchilib ketardi. Inson qilib yaratganiga shukr qilaman. Dunyoda dinlar ko'p. Kimlardir olovga sig'inadi, kimlardir butga sig'inadi hozir ham. Kimlardir oyga sig'inadi, quyoshga, yangi chiqqan quyoshga sig'inadiganlar bor. Meni musulmon qilib yaratganiga shukrlar qilaman. Dunyoda payg'ambarlar kelib ketgan juda ko'p ulug'lar, Odam alayhissalomdan toki Muhammad alayhissalomga qadar hammalari ulug' zotlar, lekin bu ulug'lar ichra ulug'i bo'lgan Muhammad alayhissalomga ummat qilganiga shukrlar qilaman dedilar. Banda tafakkur qilsa, o'tirib o'ylasa,
o'z-o'zidan tiliga shukrona keladi. Azizlar, ulug'larimizning ta'rifi bo'yicha shukrona keltirish, alhamdulillah deb qo'yish bu insofdan. Insofi bor odam alhamdulillah. Nega? Masalan, aytaylik, siz birovga yaxshilik qildingiz, bir hadya berdingiz, ko'nglini shod qildingiz. Sizga o'sha narsani qaytarishga harakat qiladi. Hech bo'lmasa eng ozi rahmat deydi. Birovga yaxshilik qildingiz, hadya berdingiz, ko'mak berdingiz, lekin rahmat deyishga ham yaramasa, ko'nglingizga tegadimi? Hech narsa demasangiz ham ko'nglingizga tegadi. Bizni arzimagan narsamizga biz rahmat kutaymiz. Alloh taolo bizga qancha narsa berdi. O'sha rahmatimiz nima? Alhamdulillah. Allohning bergan ne'matiga hech bo'lmasa alhamdulillah deb qo'yishligimiz bu shukrona azizlar. Allohga shukr, alhamdulillah. Ko'proq aytaylik, alhamdulillah. Ash-shukr rido, shukrona bu rozilik. Alhamdulillah bu shukronamizning tilimizdagi izhori bu. Alhamdulillah degani senga hamd bo'lsin. Men sendan roziman. Sen menga ko'p narsa berding. Men buni e'tirof etaman deganimiz bu. Hamma narsani Alloh beradi. Sufyon as-Savriy aytadi: men mehnat qilaman, harakat qilaman, intilaman, lekin qo'limni ochib Allohdan tuzimni ham so'rayman deydilar. Berguvchi Alloh hamma narsa. Shunday bo'lgandan keyin azizlar, otalar, akalar, ko'proq alhamdulillah. Oshga kelgancha qancha vaqt bo'ladi? 20 soat bo'ladi, to'g'rimi? 20 daqiqa. Shu kelgancha alhamdulillah deb keldik. Tanajonimiz sog', yurt tinch, xonadon tinch, yaxshilar davrasida o'tiribmiz. Alhamdulillah. Dunyoni ko'ring, nima bo'lyapti? Dunyo qalqib turibdi. Shaharlar vayron bo'lyapti. Allohga shukr. Allohga shukr. Payg'ambarimiz alayhissalom bir yigitga kayfa asbahta, qanday yotib turding dedilar. U yigit bexoyir dedi, yaxshi dedi. Yana so'radilar, kayfa asbahta, qanday yotib turding dedilar. U yigit yana bexoyir dedi, yaxshi dedi. Uchinchi marta qayta so'radilar, kayfa asbahta, qanday yotib turding. Keyin tushunib oldiki, alhamdulillah bexoyir dedi. Allohga shukr, alhamdulillah yaxshiman dedi. Men sendan shuni kutdim dedilar. Ya'ni tilingdan alhamdulillah chiqishini o'yladim dedilar. Shuning uchun 3 marta savol berdilar. So'rashamiz, aka yaxshimisiz? Alhamdulillah. Yaxshini o'rniga alhamdulillah. Farzandlar, uydagilar, ota-ona hamma yaxshimi? Allohga shukr. Ishlaringiz yaxshimi? Xudoga shukr. So'zimizga shukrona bo'lsin. Alhamdulillah tamla'ani mizon. Savob pallamizni to'ldirib yuboradi alhamdulillah. Alhamdulillah deb o'rsak, savob pallamiz to'lib ketadi. Allohga shukr. Shukrona bilan yurgan odamni Alloh xush ko'radi. Alloh taolo hammalarimizga o'zi yaxshiliklarni ato etsin. Mana otalar qancha ne'mat berdi. O'g'il, qiz, bu nabiralar hammasi o'zini joyida, o'zini yo'lida oilasi bilan yuribdi, mehnat qilib. Shularni mundoq ko'rib, o'ylab alhamdulillah demasdan ilojimiz yo'q. Allohga shukr. Alloh yurtimizni tinch qilsin, xalqimizni omon qilsin. Yurtdoshlarimizga faqat yaxshilikni, shukrona kayfiyatini Alloh qalbiga solsin. Azizlar, bugun to'y, xursandchilik, ayni damda o'tganlarimizni ham eslasak to'ydan to'yona bo'ladi. Marhumlar ham shodlanadi. Inshaalloh keyin dasturxonlarga marhamat qilamiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يوم
يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم Parvardigor Zotingga hamd va sanolar bo'lsin. Suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam hazratlariga salovat va salomlarimiz, maqtov va olqishlarimiz bo'lsin. Bergan ne'matlaringga shukronalarimizni qabul ayla. Sen bizga iymon berding, ibodatingga munosib ko'rding. Rasulullāhdek buyuk zotga ummat aylading. Tabarruk yurt ulug' xalqni farzandi qilding. Mo'tabar ota-onaga o'g'il qilding. Senga shukronalarimiz bo'lsin. Muborak kalomingdan hosil bo'lgan savoblar ila avvalo payg'ambarimiz alayhissalom, o'tgan jamiki mo'min bandalar, yurtimizdan o'tgan ulug'lar, duoga qo'l ochgan har birimizdan o'tgan mo'tabar ota-onalarimizni ham bu savoblardan bahramand ayla. To'y sohiblaridan o'tganlarni, xususan Xayrulloh ota, Himoyat ona, Fathulloh Hamidulloh ota, Xadichaxon xo'ja ona, Ashurali xo'ja ota, Ilhomboy ota, Ikkinchi jahon urushida bedarak ketgan amakilari Nasrullohxon ota 82 yil deganda bu kishini nomlari topilibdi. 42-yilda Rossiyada Lipetsk viloyati Pantukova qishlog'ida dafn bo'lgan ekanlar. 82 yilda ma'lum bo'ldi. Alloh taolo bu otamizga ham rahmat aylasin. Ismoil xo'ja ota, Shahodatxon xo'ja ona, har ikki xonadondan o'tgan umidvorlarni Alloh rahmat aylasin. Nikohlari bo'lmish yoshlarimizni o'rtasiga mehr, muhabbat, unsu ulfatni sol. Ularni qalbiga shukronani sol. Tillarida shukrona, qalblarida shukrona, ota-onalarini xizmatini qilib, el yurtga manzur bo'lib, bir-birlariga mehrli, muhabbatli bo'lib, kelgusida salohiyatli o'g'il qizlarga ota-ona bo'lishlarini Alloh nasib aylasin. Farzandlarini baxtini ko'rgan ota-onalarni qalbini quvonchga to'ldir. Parvardigor yurtimizni tinch, xalqimizni omon qil. Azizlar, barchangiz mehnat qilmoqdasiz. Qilayotgan mehnatingizni Alloh barakotini bersin. Halolidan bersin. Rohatini ko'rsatsin. O'g'il, qiz, nabiralar tarbiya qilmoqdasiz. Aziz farzandlaringizni ardog'ida bo'ling. Barchangiz o'z ahlingiz, xonadoningizni sultoni, faxri bo'lib yurishingizni o'zi nasib aylasin. Bugun bu tadbirda xizmatda o'tirgan aka-ukalar, hofiz akalarimiz hammalarining xizmatlariga ajr savoblar ber. Hurmat aylab kelgan mehmonlarimizni qadamlariga hasanotlar bitkaysan. Allohumma solli ala Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rahmat qorak imomboy bo'ling, ta'lim so'rash. Rahmat. Asla qo'ying.
والصلاة والسلام على رسولك محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد السلام عليكم hurmatli aziz qudalar, aziz mehmonlar. Alloh qadaminglarni qutlu, niyatinglarni pok, yo'linglarni oq, jamiki tildagi duolarni ijobat qilsin. Yozilgan dasturxonlar, tortilgan taomlar, pishirilgan oshlarni tanangizga shifo, ibodatingizga quvvat qilsin. Yeb, ichib, to'kilgan, sochilgandan hosil bo'lgan sog'lig'ini barcha umidvor bo'lgan ota jamoa, ona jamoalar ruhoniyatiga Alloh o'z yetkazib bahramanda qilib, ularning ham joylari jannatdan va oxiratlari obod bo'lsin. Bugungi dasturxon sababchi bo'lgan yoshlarimizning muhabbati, sevgisi, nikohi abadiy bo'lsin. To qiyomatgacha chiroyli zurriyotlarni, namunali oilalarni boshchisi bo'lsin. Doimo ko'rganda ko'zni quvontiradigan Mashrab akanga nabira, dodalarga abira, sanoqqa yeta olmasdan sifatini ko'rib yuribdi. Mashrab aka to'ylar muborak bo'lsin. Bola baxtli bo'lsin. Har bir ko'rgan oilalarga nisbatan chiroyli, namunali oilalar bo'lsin. Mana qudalarimiz yedik, ichdik, mamnun bo'ldik deyishdi. Ruxsat bersangiz dasturxonga do'y fotih qilsak deyapti. Rahmat izzatingiz uchun. Ilohomin ko'tarsangiz bilagingizni. Xudo bersin tilagingizni. Hoji otalarimiz yoshlarga baxt so'rab chiroyli duo qilib beringlar. Ya Rabbi o'zingga behisob hamd sanolar va shukronalar bo'lsin. İki alem serveri suyukli Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem cenablarga salavat, durud salamlarimiz bo'lsin ya Rabbi. Allah'ım dünyanı tinch qilgin, yurtimizni obod qilgin. Har bir xonadonda yaxshi niyatlar bilan o'tirgan farzandlarning rohatini ko'rib, qizlarni yaxshi joyga uzatib, o'g'illariga kelin olib, har bir ota-ona farzandining rohatini ko'rib, kelajakda solih farzandlarga ota do'da bo'lib, hammamiz o'ylagan yaxshi niyatlarimiz o'zlarimizga hamroh bo'lib, ikki dunyo saoatdan bahramand qilib, aziz mukarram qilsin. Farzandlarimiz baxtli bo'lib, qo'sha qarib, o'zlaridan ko'payib, uvali, juvali bo'lishib, xonadonda doimo yaxshilik, xursandchilik abadiy bo'lsin. Ota-onalar rohatini ko'rsin. Ilohomin Allohim hammamizdan gunohlarni kechirsin. Rizqimizni barakotli qilib bersin. Umrimizni uzoq qilib bersin. Tanimizni sog' qilib bersin. Bu dunyoda davlatdan ham, bandadan ham qarz qilmasin. O'zini huzurida ham, bandani huzurida ham Alloh yuzimizni yorug' qilsin. Allohumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim va tub alayna ya Mavlana innaka tawwabur rahim. Shu davlatdan yuzga chiqib, katta pensiyalarni olib, nabira, abira, kabiralar to'ylarda sarf xarajat yurishini hammaga nasib ro'z aylasin. Rahmat.
sıfatını koyuyor. Okusun, bir kuşun egasi olsun, o'ziga o'xshab chiroyli joylarda ishlab, chiroyli paytda nafaqalarga chiqib, bolalarni vaqtiga sog' salomat duoga o'rgilsin. Allohu akbar. Manboy bo'lsin, ayni sog'lik. Bolalar rohat. Manboy bo'lsin, sog'lik kiringlar. Qani kim oshga kelgan? Vaqti borlar, kiringlar. Kiringlar. Yo'qotib kelgan kiringlar oldimga. Davom motamda bo'ldi, bo'lmadim Dilshod dastingdan. Tamomiy harmonim bo'ldi shun barbod dastingdan. Kimin har qayga borsam dod etarman dastingdan. Hamma bot bo'ldi, bo'lmadim obod dastingdan. Ishq ichra qadam qo'ydim, tog' sanettim. Sinamni malomat o'qila chunus barittim. Bu manzil behuda ko'rib man safar etdim. To olam zohirga kirib man go'zal etdim.
bayanını bir nokta bilen muhtasar ettim vay eda. Kadın.
Manga qara, mana. O'rlayni internet trendga chiqasan. Hocalar ish qilyapti. Oromini bo'ladi.